Mana tandurdan chiqib keldi. O'sha trend bo'layotgan vanna ishlab chiqarish biznesi bo'ladi. Andijon uchun tayyorlangan liniya. Eng shirin joyi. Har 1,5 minutda 30-40 dollar topsa bo'lar ekan. Mana. Vav, e'tibor beringlar. Yurakchali vanna ishlab chiqarilyapti. Xohlagan figuralarda vanna ishlab chiqarishlar mumkin. Vannalardan tashqari dushovoy kabinani ham ishlab chiqaradigan liniya tayyorlab bera oladi. Aynan orqamda ko'rib turgan liniyalar listovoy vannalarda turetskiy texnologiya asosida tayyorlab beradi. Tayyormi o'zi? Tayyor bo'ldi. Har 1,5 minutda chiqarsa bo'lar ekan. Isqana tandirdan chiqdi. Voh. Qani bitta ko'raylik-chi. Bemalol hozir mana shuni o'zidan eng kami 30 dollardan boshlab foyda qilsanglar bo'ladi. Endi bu hali tayyor holat emas, eng asosiy figurasi chiqarildi lekin. Jakuzilar ham ishlab chiqarsanglar bo'ladi. Sifatiga xullas o'zingizlar bitta baho berasizlar. Endi bu kir mashinalarida ustiga qo'yadigan rakvina hisoblanar ekan. Aynan mana shu mahsulotlarni ham ishlab chiqarishlar mumkin, aynan orqamdagi liniya orqali. Qolipdan chiqqandan keyin smola uriladi va uni orqasidan mat stiklomat 3 qator uriladi. Undan keyin oyoqchalarni qo'ygandan keyin vanna sotuvga tayyor holatga keladi.